Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz City Life deb nomlangan turar joy majmuasidamiz. Bu turar joy majmuamizda shundoqqina Pyramid Tower yonginasida joylashgan Yakkasaroy tumaniga kiradi aziz o'rtoqlar. Xo'p, uy tanishtirib chiqaman. Juda ham chiroyli, elitni bir yashagulik xonadon bo'lgan, juda ham chiroyli. Men o'zimga rosa yoqdi. Hozir men sizlarni tanishtirib chiqaman. Qani ketdik aziz o'rtoqlar. Bir boshdan boshlaymiz. Podyezddan kirish qismimizdan boshlaymiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Kirish qismimizda juda ham chiroyli qilingan kartinalar, ikkitalar birala qo'yilgan. Chap qo'lda bo'lsa zirkarli oynalarimiz va vstroyniy shkoplarimiz qilingan. Bu yoqda bo'lsa mana ko'rsanglar bo'ladi, dekor qilib, dekor mahsulotlarini ham joylash uchun javonlar ham qilib qo'yilgan. Bizdan kirganimizda mana chap qo'lda sanuzilimiz bor, umumiy sanuzil, dushovoy kabinalari bilan chiroyli qilib tayyor qilib qo'yishgan. Kirayotgan mashinalari ham bor aziz o'rtoqlar. Bu yoqda bo'lsa bizning kuxnyamiz, ko'rsanglar bo'ladi, 4 kishilik stol stullarimiz, yaxshi mebellarimizni joylashtirib, bu yoqqa bo'lsa Hoffman texnikalarini komplekt joylashtirishgan, muzlatgich, kirayotgan mashina, bu yoqda bo'lsa mana ko'rsanglar bo'ladi, duxovka, mikrovolnovый pech, hammasini joylashtirib tayyor qilib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Xo'p, yo'lagimizni ikkinchi qismiga ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli qilib qandillarni ilib qo'yishgan, kartinalarni joylashtirishgan va bu yoqda bo'lsa bizning yotoqxonamiz bor, ko'rsanglar bo'ladi, stroyniy shkoplari, yumshoq kravatlari. Bu yoqda bo'lsa Samsung televizorlari, tashqariga qaragan oynalari, konditsioner, hamma sharoitlari bilan tayyor qilib, elitniy tarzda ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. Xo'p, endi bo'lsa mehmonxonamizga kelamiz. Mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi, juda ham keng, yorug', 3 ta, 4 talab oynasi bor, panoramli. Bu yoqda bo'lsa yumshoq mebellari, dekor, bu yoqda komodlari, Samsung kattagina televizorlari va bu yoqda bo'lsa 6 kishilik stol stullari bor. Mehmonlarimizni bemalol kutib olsak bo'ladi aziz o'rtoqlar. Xo'p, keyingi xonamizga o'tamiz. Yosh bolalar yotoqxonasi juda ham chiroyli chiqqan, ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Mana shunaqa uyga kimga niyat qilgan bo'lsanglar, shu videoni jo'natib qo'ysanglar, inshaalloh hammamizga nasib qilib shunaqa uylarda yashash, maza qilib yashash nasib qilsangiz o'rtoqlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Endi master spanimizga o'tamiz. Juda ham chiroyli qilingan, kattagina master spanimiz ham loft uslubida mana bu yerga stroyniy shkoplarni qilishgan, garderobni, bu yoqda bo'lsa komodlari, zirkarli oynalari, yumshoq kravatlari, ko'rib turibsizlar, juda ham keng, Samsung televizorlar qo'yilgan va o'zini alohida sanuzil qismi ham bor, juda ham kattagina qilib ta'mirdan chiqarib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Aziz o'rtoqlar, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 300 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib beraveramiz. Sizlar bilan Nodirlar bo'ldi. Hammanglarga omad.